10802ning birinchi misoli. Nishonga 30 ta o'q uzildi. Shundan 18 ta o'q nishonga tekkani qayd qilindi. Nishonga tegishlar nisbiy chastotasini toping. Demak, formulamiz k taqsim n edi. Ya'ni k deganimiz bu ro'y bergan hodisalar soni, n esa barcha hodisalar soni. Demak, nishonga 30 dona o'q uzilgan bo'lsa, barcha hodisalar soni bu 30 bo'ladi mahrajda. Ro'y bergan hodisalar soni bu 18. Demak, buni 6 ga bo'lsak, 3 taqsim 5 bo'ladi. Ulan 0,6 ehtimolligi, ya'ni nisbiy chastotasi 0,6 ekan. 60% desa ham bo'ladi. Ikkinchi, 1000 ta mahsulotdan 12 tasi yaroqsiz. Sotib olingan mahsulotning yaroqsiz ekanligi ehtimolini toping. Demak, mahrajga jami mahsulotni qo'yamiz. Suratga esa 12 dona yaroqsizini qo'yamiz. Bizga shu yaroqsiz bo'lish ehtimoli kerak-da. Yaroqsizini qo'yamiz suratga. 12 taqsim 1000 da 0,012 desak ham bo'ladi. Shunday ehtimollik bilan yaroqsiz bo'ladi. Uchinchi, qutida 100 ta lampochka bo'lib, ularning 10 tasi yaroqsiz. Tavakkaliga 5 ta lampochka olindi. Olingan lampochkalar ichida 3 tasi yaroqli bo'lishi ehtimolligini toping. 100 ta lampochkadan 10 tasi yaroqsiz bo'lsa, 10 donasi yaroqsiz bo'lsa, 90 donasi yaroqli bo'ladi. Yaroqli. Tavakkalga 5 ta lampochka olindi. Olingan lampochka ichida 3 ta yaroqli bo'lishi ehtimolini toping. Demak, mahrajga necha dona imkoniyatda olishimiz qo'yamiz, ya'ni S 100 lampochkadan 5 dona lampochka olib turibmiz. Endi shundan 3 dona yaroqli bo'lishi kerak. O'zi bizlarda 90 dona yaroqli bor. Shunda S 90 dan 3 dona yaroqli etib olib qo'yamiz. Demak, suratni hisoblaydigan bo'lsak, S 90 dan 3 degani 90 faktorial taqsim 3 faktorial jo'bayan 87 faktorial taqsim S 100 dan 5 faktorial degani 100 faktorial taqsim 5 faktorial jo'bayan 95 faktorial degani. Demak, 90 faktorial bilan 87 faktorial qisqarsa 88, 89, 90 qoladi suratda. Taqsim 3 faktorial degani 6. Bu bilan bu qisqarsa 96, 97, 98, 99 taqsim 5 faktorial. Demak, javobimiz 0,156 taxminan shunday chiqar ekan. Keyingisi, qutida 100 ta lampochka bo'lib, ularning 20 tasi yaroqsiz. Tavakkalga 3 ta lampochka olindi. Olingan lampochkalar ichida yaroqsizi yo'q bo'lishi ehtimolini toping. Ya'ni yaroqsiz yo'q bo'lish degani bu yaroqli chiqishi kerak. Olgan narsamiz. O'zi 100 dona lampochkadan necha dona yaroqli bor? Shuni to'g'risak 80 dona yaroqlisi bo'ladi. Sababi 20 donasi yaroqsiz buni. Yaroqsiz. Demak, 3 dona lampochka olindi. Jami 100 donadan, S 100 dan 3 dona olindi. Endi suratda esa yaroqli imkoniyatlarni qo'yishimiz kerak. Ya'ni bizlarda 80 dona yaroqli bor. Shu 80 dan 3 dona olib qo'yamiz. Demak, shu natijani hisoblasangizlar javob chiqadi. Sifatli mahsulotning nisbiy chastotasi 0,9 ga teng bo'lib chiqdi. Agar tekshirilgan mahsulotning umumiy soni 200 taga teng bo'lsa, ularning orasida sifatlilarning soni nechtaga teng? O'zi 200 jami hodisalar, endi ro'y bergan hodisalar bir x desak, shu bizlarda 0,9 ehtimol chiqqan. Ya'ni
sifatli mahsulotlar suratda, jami mahsulotlar pastda. Ya'ni 200 ning ichida ham sifatsiz, ham sifatlilar bor. Ya'ni sifatlilar sonini jami mahsulotlar sonini bo'lsak, bu sifatli ehtimoldan chiqqanlar. Demak, x teng 0,9 ko'paygan 200. 0,9 ko'paygan 100 ko'paygan 2 desak, shu 0,9 ni 100 ga ko'paytirsak 90 bo'ladi. Keyin 2 ga ko'paytirsak 180 degan javob chiqadi. Demak, bizlarda 200 dona mahsulotning ichida 180 donasi sifatli ekan. Ya'ni sifatli 180 donasini 200 ga bo'lsak 0,9 ehtimollik bilan sifatli mahsulot chiqqan bo'ladi. Yuk mashinasiga ortish vaqtida 10 ta tarvuzdan 25 tasi yorilgan. Yorilgan tarvuzning nisbiy chastotasini toping. Mahrajga barcha hodisalar soni 10 dona tarvuzni ortildi. Shunday hodisalar bo'lgan. Endi ro'y bergan hodisa, ya'ni 25 tanasi yorilgan. Demak, 25 bilan 100 ni qisqartirsak 4 qoladi. 1 taqsim 400 degan ehtimollik bilan chastotasi chiqadi. Bo'rondan so'ng 40 va 70 kilometrlar orasida telefon simi uzilgan. Uzilish 50 va 55 kilometrlar orasida sodir bo'lganining ehtimolini toping. Demak, bo'rondan so'ng 40 va 70 kilometrlar orasidagi sim uzunligi, endi bizda jami uzunlik 30 kilometr bo'ladi. Sababi 40 dan 70 gacha sim oralig'i 30 kilometrdan. Shu oralikdan 50 va 55 kilometrlar orasida sodir bo'lgan uzunlik esa 5 kilometr tashkil etadi. Sababi 55 dan 50 ni ayiramiz. Buni qisqartiradigan bo'lsak 1/6 ehtimollik bilan to'g'ri keladi shu shartga. 8. R radiusli katta doira ichiga kichik r radiusli kichik doira joylashtirilgan. Katta doira ichiga tasodifan tashlangan nuqta kichik doiraga ham tushish ehtimolligini toping. Katta r radiusli doira bor. Keyin uning ichida masalan kichik r radiusli yana bir doira bor. Shu bir nuqta masalan bir nuqta tushgan. Shu nuqta o'sha kichik radiusli doira ichiga tushish ehtimolini so'rab qo'ydi. Bunday masalalarda bilamiz, jami katta yuza mahrajda turadi, ya'ni S katta yuza mahrajda turadi, keyin kichik yuza esa suratda turadi, S kichik. Demak, kichik yuza kichik radiusli, ya'ni pi r kvadrat, mahrajda esa pi r radius kvadrat. Demak, javobimiz r taqsim katta r ni cos kvadratini jalli ehtimollik bilan tushishi mumkin shu ichine. Tomoni a ga teng bo'lgan kvadratga aylanash chizilgan. Tomoni a ga teng bo'lgan kvadratga aylanash chizilgan. Tasodifiy ravishda kvadratning ichiga tashlangan nuqta aylanachiga tushish ehtimolini toping. Ya'ni masalan nuqta tushdi shuga, shu nuqta shu aylanani ichine tushish ehtimolini toping deb turibdi. Demak, yana formulamiz bo'yicha boshda katta yuzak nol o'zida, ya'ni kvadrat yuzasi. Tomoni a, bu taraf ham a bo'lsa, yuzasi a kvadrat bo'ladi. S kattani qo'ydik mahrajga. Endi suratga esa shu kichik yuzani qo'yamiz, ya'ni doiraning yuzasini qo'yamiz. Bu doiraning yuzasini necha deb topamiz? Tomoni a bo'lsa, shu aylana ichki sig'ilsa. Shu markaz bilamiz, bu yerdan bergacha radius bo'ladi, bu yerdan bergacha radius bo'ladi. Shu radiusga qo'shsak 2 radius a ga teng bo'ladi. Radius deganimiz a taqsim 2. Endi bu doiraning yuzasini topadigan bo'lsam, pi r kvadrat degan formula. Pi r kvadrat. Lekin endi biz r ni o'rniga 0 qo'yishimiz kerak, a taqsim 2 ni qo'yishimiz kerak. Pi ko'paygan a kvadrat taqsim 4 taqsim a kvadrat. A kvadratlar qisqarish natijasida pi taqsim 4 ehtimollik bilan aylana ichidan tushadi nuqtamiz.